Bugungi darsimizda Qizil Merfining 3-yunitida birinchi zamonimiz bo'lgan present continuous zamoni haqida gaplashamiz. Present continuous hozirgi zamon oilasiga mansub bo'lib, hozirgi zamonning ikkinchi vakili hisoblanadi. Bu zamonning nomi hozirgi davomli zamon. Uning nomi eslatib turganidek, gapirilayotgan payt doirasida ro'y berayotgan ish harakatlarini ifodalaydi. Gapirilayotgan payt doirasi deya, misol uchun so'zlovchi ish harakatni qanchadir muddat oldin boshlagan, u ish harakatning qoq markazida turib gapiryapti va ish harakat qanchadir muddatdan keyin tugaydi. Mana shu gapirilayotgan payt doirasi deb nazarda tutiladi. Vaqtincha bo'ladi ish harakat albatta. Buning formulasi to be'ning formulasiga o'xshab ketadi. Boshlanish jarayoni subject, emizar, to be'dan farqli o'laroq bu emizardan keyin fe'l bilan keladi. Fe'lga ing qo'shimchasini qo'shish orqali formulaning asosiy shakliga erishgan bo'lamiz. Formulada ikkita fe'limiz bor. Emizar yordamchi fe'l, verb ing asosiy fe'l. Yordamchi fe'llar ingliz tilida tarjimaga ega emas, u 3 xil vazifani bajaradi. Darak gapda kelsa bog'lovchi, ikkinchi vazifasi ulardan keyin not qo'ysak inkor shakli hosil qilinadi. Uchinchi vazifasi ularni egadan oldinga olib chiqish orqali so'roq shaklini hosil qilamiz. Demak, asosiy fe'l esa gapning asosiy ma'nosini o'zida mujassamlashtirgan fe'l hisoblanadi. Shu sababdan u asosiy fe'l deb nomlanadi. Endi har bitta formula, demak, muayyan kalit so'zlarga ega har bitta zamonimiz, ya'ni kalit so'z deb payt ravish nazarda tutiladi. Payt ravishlarini o'rganishdan maqsad ushbu payt ravishlari zamonlarini bir-biridan farqlovchi asosiy element sanaladi. Misol uchun bunga now, at the moment, at present, for the being time, for the time being, currently, right away, right now, bularning barchasining tarjimasi ayni paytda, hozirda deb tarjima qilinadi. Bundan tashqari these days, nowadays, shu kunlarda deb tarjima qilinadi. Ushbu payt ravishlari present continuousni boshqa zamonlardan farqlovchi kalit so'z sifatida ishlatiladi. Endi formulani oldingi darslarimizda ko'rib o'tganimizdek har bir formula darak, inkor, so'roq strukturalarida keladi. Formulaning bu unitimizda demak darak va inkor shaklini ko'rib o'tamiz. Subject, emizar, verb ing darak shakl, emizardan keyin not qo'ysak inkor shakl, emizarni egani oldiga olib chiqsak so'roq shaklga erishgan bo'lamiz. Buni biz misollar tariqasida yaqqol ko'rib o'tamiz. I'm working at the moment. Ayni damda ishlayapman. Zamonlarni qanday so'raydi? Ega beriladi va asosiy fe'l va yordamchi fe'l testda tushiriladi. Biz payt ravishiga qarab qaysi zamon bo'lishini aniqlab olamiz. They aren't playing now. Ular ayni damda o'ynamayaptilar. Now ga qarab present continuous bo'layotganini aniqlaymiz. It's raining now. Hozir yomg'ir yog'yapti. Bunda ham now kalit so'z. You aren't working. Sen ishlamayapsan. She is crying. U yig'layapti. Endi asosiy fe'lga ing qo'shgan paytimizda mana bu fe'lning tarkibida sodir bo'ladigan fonetik o'zgarishlarimiz mavjud. Bular 3 ta asosiy qoidasi bor. Agar o'sha fe'lning oxiri i harfi bilan tugagan bo'lganda ing qo'shilsa, oxiridagi i harfi tushib qoladi. Misolimiz smoke, smoking. Mana bunaqa holatda tushish holati bo'ladi birinchi qoidada. Ikkinchi qoida, oxiri undosh bilan tugagan bir bo'g'inli fe'llarga ing qo'shilganda oxiridagi undosh bittaga ortadi. Run, running. Keyin bo'g'in ajratish qoidasini izohlab o'tadigan bo'lsam, bu bo'g'in ajratish o'zbek tilidagi qoidadan keskin farq qiladi. O'zbek tilida bo'g'in ajratishda bitta so'z tarkibida nechta unli bo'lsa, shuncha bo'g'in bo'ladi degan asosiy tamoyil bor. Ammo bu ingliz tiliga zid. Ingliz tilida so'zni talaffuziga qarab bo'g'inlarga ajratamiz. Talaffuz jarayoni bitta so'zni talaffuz qilish mobaynida og'iz bo'shliqda necha marta pauzaga, ya'ni to'xtamga uchrashi shuncha bo'g'inga ajralishidan dalolat beradi. Misol uchun run og'iz bo'shlig'ida demak bir marta pauzaga uchramayapti, ya'ni bir havo zarbi bilan chiqayotganligi uchun demak ushbu so'zimiz, ushbu fe'l bir bo'g'inli fe'l sanaladi va oxiri undosh bilan tugagani uchun ing qo'shilganda bittaga ortib ketyapti. Ikkilanish holati bu. Run, running. Uchinchi qoidamiz, demak ie harfi bilan tugagan fe'llarga ing qo'shilganda ie harfi vayga o'zgaradi. Misolimiz lie, lying. Mana bunday holatda
Mana bunday holatda o'zgarish holati bo'ladi. Test bilan mustahkamlab ketamiz buni. We football now. Nowga qarab biz bilib olamiz present continuous zamoni bo'layotganligini va D javobni to'g'ri javob sifatida qabul qilamiz. So'nggi qoidamiz buyruq gaplardan keyin doimo present continuous zamoni keladi. Don't go out, it's raining. Tashqariga chiqmang, yomg'ir yog'yapti. Itdan keyin mana yerga 3 ta nuqta qo'yiladi va qaysi zamon qo'yishingiz so'raladi. Don't go out bu yerda buyruq gap va kalit gap vazifasini o'tab kelyapti fakt gap sifatida. Demak, buyruq gaplarni biz tegishli unitlarda ko'rib o'tamiz. Hozirda asosiy bilishingiz kerak bo'lgan narsa mana shu qoida. O'zidan keyin present continuous zamonini talab qilishi. Shu bilan 3-unitimizda present continuous zamoni haqidagi qisqacha umumiy ma'lumotlarimiz do'stlar mana shulardan iborat.